Quyosh shunchaki yulduz emas, u yerning hayotini qo'llab turuvchisidir. Quyosh bu yulduz, ammo astrologiyada unga sayyora o'rnida qaraladi. U samon yo'limizning markazidadir va bu yo'lda 99,86% ni u egallaydi. Ya'ni uning atrofida aylanayotganlarning bari mana shu Quyoshning parchalaridir. Quyosh harorati ajoyibdir. Markazida harorat 15 million gradusini, ustida esa 5500 gradusdadir. Ammo tashqi atmosferasi 1 dan 2 million gradusga yetadi. Olimlar nega shunday ekanligini aniqlashda hanuz izlanishdadirlar. Quyoshsiz hayot bir necha kunda yo'q bo'lib qolar edi. Agarda Quyosh so'nib qolsa, Yer 100 gradusgacha bir hafta ichida sovib qolar edi. Barcha okeanlar esa muz bo'lib qolar edi. Yaxshiyamki Quyosh hamisha biz bilan birga va u mavjuddir. Quyoshning yorug'lik nuri bizlarga 8 daqiqa 20 soniya farqi bilan yetib keladi va aynan shuncha vaqt fotonda 150 million kilometr masofani bosib o'tib Yerga yetib kelishi uchun ketadi. Shu sabab biz har doim Quyoshning uning 8 daqiqa 20 soniya oldingi holatini ko'rib yuramiz. Quyosh gigant kattalikdadir. U o'z ichiga 109 ta yer yuzini sig'dira oladi. Uning diametri 1,4 million kilometr deyiladi. Har onda Quyosh million ton moddalarini yo'qotadi. Quyosh yadrosida vodorod protonlari birlashib geliy hosil qiladi. Ya'ni har 0,7% massa energiyaga aylanadi. Bu Quyosh umrini 10 milliard yilga cho'zadi. Hozircha massa yo'qotishlari minimal deyishadi olimlar. Quyosh o'qlari kuchli otishlar bo'lganida Yerga ta'siri salbiy bo'ladi. Ya'ni og'irlik beruvchi magnit bo'ronlari va bular elektron aloqalarida va insonlarning kayfiyati uchun sog'lig'iga ham yaxshigina ta'sir ko'rsatadi. Quyosh rangi sariq emas, aslida u oq ranglidir, ammo Yer atmosferasi uni vizual sariq qilib ko'rsatadi. Ya'ni bu fizik hodisa. Quyoshning oq rangi, ya'ni barcha ranglarning aralashmasini Yer atmosferasi ko'k va binafsha ranglarni kuchli tarqatgani uchun sariq hamda olov rang qilib ko'rsatadi. Quyosh ham turmaydi bir joyda, u ham samon markazida aylanadi va buning tezligi 220 km/soatga va bir vaqtni o'zidagina bir aylanmasi 225 million yildir. Quyoshning Yerga yuborayotgan nurlarining 1 soat yig'indisini o'zi butun Yer sayyorasini 1 yillik energiyasini ta'minlaydi. Faqat uni yig'ib olishni va to'g'ri yo'lga qo'ya olishni bila olishi, o'rgana olishi kerak insoniyat. Sog'lig'imiz masalasida Quyosh to'g'ridan to'g'ri bizga D vitaminini, ya'ni D3 deymiz, xolikotsifferol beradi. B, ya'ni ultra binafsha nurlari teriga kirib, 7 dehidroxolesterol D3 ga aylanadi. Kalsiy, immunitet va suyaklarni boshqaradi. Bilvosita ta'sirlar Quyosh nuri boshqa moddalarning sintezini kuchaytiradi. Serotonin, ya'ni baxt gormoni hammamiz yaxshi bilamiz, kayfiyat va uyquni yaxshilaydi. Nitrit oksidi tomirlarni kengaytiradi, bosimni pasaytiradi. Ovqatdan kalsiy, fosforni yaxshi so'rilishida yordam beradi. A, C, B, E vitaminlari to'g'ridan to'g'ri berilmaydi. Ular ovqatdan olinadi. Ammo Quyosh D orqali ularning metabolizmini faollashtiradi. Biz ulkan ko'rayotgan ushbu Quyosh va uning nurlari qanchalik bizga foyda berayotgani va qanchalik buyukligi haqida aytyapmiz. Uning kengligi, uning masofalari, uning aylanishlari qancha katta hisob raqamlarini o'z ichiga oladi. Ammo ushbu biz katta deb bilayotgan Quyosh Allohning bir kichikkina bir zarrasidek gapdir. Shuningdek, boshqaruvchilarga o'tsak, Quyoshning 12 boshqaruvchisi bor. Turli miflar, turli millatlarning o'zining tarixiy din miflariga ko'ra nomlanishadi. Ammo har biri mana shu biz bilgan birgina Quyoshni boshqarishadi. Ya'ni 12 additsiya, bitta Quyosh energiyasining 12 jihati. Ular oylar bo'yicha navbatma-navbat faollashadi. Brihadaranyaka Upanishadiga ko'ra. Chunki Quyosh karma va prana oqimini boshqaradi. Har biri alohida emas, balki bitta ilohiy kuchning proyeksiyasi deyiladi. Yashirin ma'no Puranalarda Vishnu Purana. Quyosh Vishnuning Surya avataridir. U Yerning markaziy chakrasi Manipura bilan bog'liqdir. Ha, bu mavzuga hali yana bir to'xtalamiz. Ya'ni insonning qanchalik chakralari bo'lsa, mana shunday Yerning ham o'z chakralari bor va u dunyoning turli qit'alarida joylashtirib chiqilgan. Tarixiy sir qadimgi rishilar, ya'ni Vish va Mitra bu energiyani mantralar orqali boshqargan, lekin bu jamoatchilikka yopiqdir. Sog'liq haqida biroz aytib o'tdim, ammo yana qaytarmoqchiman. Hozir ayurvedik tomondan bog'lanish dosha tizimi bo'yicha Quyosh pittani boshqaradi. Uning 12 ko'rinishi inson tanasidagi 12 marma nuqtasiga mos keladi. Marma nima va uning ahamiyati? Marma snayu
sintillar, rakta qon tomirlari, mamsa mushaklar va astxi ya'ni suyaklar kesishmasi. Ularni massaj yoki maxsus muolajalar orqali faollashtirish mumkin. Pitta bilan bog'liq 12 marma quyoshning 12 ko'rinishini aks ettiradi. Ular tanadagi marma nuqtalariga mos kelib, karma va dosha muvozanatini saqlaydi. Sushruta samhita bo'yicha 12 ta quyosh pitta marmalari. Shir bosh tepasi bitta. Umumiy prana markazi jarohatlansa o'lim keltiradi. Adhipati bosh orqa bitta. Aql va ong boshqaruvchisi. Fana ko'z atrofida ikkita. Ko'rish va atrof muhit idroki. Amsa yelka ikkita. Harakat va kuch. Hridaya yurak bitta. Hayot va agni markazi. Kaksh qovurg'a osti ikkita. Nafas va o'pka faolligi. Kurcha tizza ichki ikkita. Barqarorlik va harakatdir. Bu marmalar Vedic mantralarda Ashtanga Hridaya quyoshning 12 aditsiyasi bilan bog'lanadi. Har biri har oy va yil bo'yicha faollashib, pittani boshqaradi. Pitta nima deganlarga? Pitta bu olov unsuri. Bilasizki, har birimizda olov unsuri mavjuddir va har birimizning har bir tanani o'z konstitutsiyasi bor va har bir tanada o'sha unsur olovni o'ziga yarasha miqdorida joylashadi. Va albatta ushbu unsur ya'ni olov unsuri ham muvozanatini tanamizda yo'qotsa, turli xil kasalliklarni olib keladi. Shunaqa gaplar. Bu borliqda hammasi bir-biriga bog'liq va hammasi nazoratda. Hamma narsaning o'z boshqaruvchilari bor. Shuning uchun mif va afsonalarni rad etmasdan har biri bilan alohida tanishib chiqish foydadan xoli bo'lmaydi. Endi quyoshni boshqaruvchi 12 ilohiy kuchlar haqida ularni ismlarini aytib o'tmoqchiman. Bular Surya, Ra, Yarilla, Mitra, Apollon, Hors, Jatbo, Helios, Sol, Inti, Tonatiuh va Amon-Ra. Yuqorida Ra haqida ham aytib o'tdim va hozir Amon-Ra dedim. Ra asosan quyosh, soqoq boshi va quyosh diski bilan tasvirlanadi. Geliopolis markazida ulug'langandir u. Amon esa yashirin kuch, pishloq patlari bilan inson shaklida. Keyinroq Ra bilan birlashib Amon-Ra bo'lgan. Endi savol, kim ayta oladi? Kim biladi? Nima uchun dunyodagi barcha insoniyat amin, amin, aumin so'zini duosi, niyati so'ngida ishlatadi? Misol uchun xristianlar da будет так amin deyishadi. Musulmonlar ilohi amin deyishadi va boshqa millatlar ham bu so'zni shunday nimadir so'rashganda ishlatishadi. Iloho bu tushunarli, ilohiy, ya'ni yuqori kuch demakdir. Aminchi Iloho amin deganda buning ma'nosi, murojaati haqida kim ma'lumotga ega? Hamma biladi va ko'pchilik aytadi. Yaxshi niyat qil, yaxshi niyatingni ko'proq gapirib tur. Farishtalar amin deyishadi deydilar. Xuddi shu narsa har bir millatni orasida bor gap. Shunday qilib, iloho bu yuqori kuch, ya'ni yuqori kuchga murojaat. Amincha bu qo'shimcha so'z yoki nom nimadan kelyapti? Buning ma'nosi nimada? Har kun tilingizda bir bor bo'lsa ham duoingiz, niyatlaringizni yakunlovchi aynan mana shu amin so'zi haqida kim aniq ma'lumot bera olarkan? Kutib qolaman. Topa olganga albatta respekt.